farzandlariga qarab, uylarni tozalab, ertalabdan kechgacha uyda o'tiradigan ayollar ko'pincha uydan hech bo'lmasa bir kunga qochib ketgisi keladi. Agar sizda ham shunday holat bo'lsa, unda men bilan yuring. Men sizni yaqin insonim to'yiga olib ketaman. Uylari bizdan ancha yiroq bo'lgani uchun biz ertalabdan yo'lga chiqdik. To'yga ketayotgan ayolga poyezd ham yetolmasligini yaqqol isboti. Och qoringa musiqa yoqmaydi degandek, ishni dasturxondagi ovqatlardan intervyu olishdan boshladim. Hamma joyning o'z urf-odati bor, to'ylari ham o'zgacha. Kim bu to'yga havas qilishingiz aniq. To'yxonada faqat ayollar, erkaklar yo'q. To'y deganda sizni ham xayolingizga shu ovqat keladimi? To'y salovat aytishdan boshlandi. Salovatdan keyin go'zal Qur'on tilovati. Bismillahirrohmanirrohim. Inna fatahna laka fathan mubina. Orada nasihatli baytlar ham kuylandi. Oshiqcha dabdabasiz, oddiy, samimiy insonlar davrasida o'tgan fayzli to'yimizni oxirini duo bilan tugatdik. Allohim 2 yoshga vaqt bersin, shu yaqin insonimiz ham eng baxtli insonlar qatorida bo'lsinlar.